O'zi bu mahsulotni qildirish arzon tushsin, lekin chiroyli bo'lsin deb qildirishadi juda ko'pchilik. Ko'rayotganingizdek, bitgandan so'ng o'zidan uylar ekan, himikat berganmiz. Ehtiyot bo'ling dedim, bitta proba ham qildik biz o'zimizning ishxonamizda, lekin yaxshi chiqdi. Balki eng kami salqin joy ekan, quyosh ham tushmas ekan. Qaranglar, O'zbekiston keramik graniti. Qaranglar mana yuvib, nima qilinsa ham kuygan joy ko'rinib turibdi. Hozir mana qo'lladik. Bilinmaydi, lekin qurigandan keyin mana shunaqa bo'lib ketyapti. Men o'shancha takror aytyapman, O'zbekiston olasizmi, Xitoy olasizmi, keramik granit qora bo'lsa, ehtiyot bo'linglar har qanaqangi himikat bilan yuvishda. Biz proba qildik, ishxonamizda proba qilib bergandik, lekin baribir yuvilgandan keyin boshqa narsa bo'lib ketdi. O'zlariga men aytdim, ehtiyot bo'ling deb, lekin mana shunday yomon holatda kelib ketgan bo'ringlar. Mana hozir kislota tiyilmagan joyini ko'rsataman. O'zlarining uylari ekan bu. Kislota qilinmagan joyi nisbatan zo'r turibdi mana. Himikat umuman tegizishmagan, qop-qora bo'lib turibdi. Lekin bu taraf endi vashing. Hozir o'zlariga maslahat beryapman, o'sha ustalarimiz qilishibdi, shunaqa mashinalar lakini surkashgan. Shuning uchun mahsulot tanlayotganda iloji boricha bir mutaxassis bilan maslahatlashinglar. Mana shunday xatolar qilmaslikka harakat qilinglar. Hurmatli ustakalar, bu sizlarga ham taalluqli. Har xil himikatni surkab yubormanglar. Uydagilarga ham taalluqli desa bo'laveradi. Har xil himikatni surkab yubormanglar. Mana shunday yomon oqibatlarga olib keladi. Albatta bunaqa mahsulot terdirishdan oldin bitta mutaxassis bilan maslahatlashinglar. Arzon qildiraman deb qimmatga tushib qolmanglar.